o'tirgan joyimizni ham hamma narsani zakaz qilaman. Nafisa, bozorlikka spiskani tayyorladingizmi? Ha, tayyor, Telegramdan tashlab qo'ydim. Allo, eshitaman. Allo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Abror Mega Marketmi? Ha, Abror Mega Marketga tushdingiz. To'g'ri tushdingiz. Biz non kabobdan bezovta qilayotgandik sizlarni. Ha, Bonuxon, eshitaman. Sizga nimalar kerak edi? Bozorlik zakaz qilmoqchi edik. Hozir spiskani Telegramdan tashlab beramiz. Xo'p, bugun yetkazib beramiz. Qo'ng'irog'ingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz opajon? Charchamadingizmi? Yaxshi, rahmat. Dastavkalaringizni olib keldik. Rahmat, boringizga shukur. Biz Rahmat. og'irimizni yengil qilib, mana o'tirgan joyimizni ham hamma narsani zakaz qilaman. Bozorda yurishni o'zi hojati yo'q. Voy, rahmat kattakon, sizni tanlaganimizda hech ham afsuslanmaymiz. Billurni o'zi vaqtida yetkazib bergandingiz. Mana produktlarimiz ham xudo xolasa o'z vaqtida tez olib kelib berdingiz. Rahmat opajon. Sizdan Opa, 750 ming so'm bo'ldi. Dastavkasi bilan bunda. Sizga aytgancha dastavka bepul bo'ldi. Katta summa Rahmat, bo'lgani boringizga shukur. Menga o'xshab narsa zakaz qilib, ko'chada, bozorda, sovuqlarda yurmaslik uchun Abrorjonni taninglar. Xudo xolasa mana uylaringizga dastavkalar yetkazib beradi. Kafelaringizga ham yetkazib beraman. Kafega ham mana yetkazib berdilar. Boringizga shukur. Rahmat, rahmat opacha, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling.